Man bundan 2-3 yil avvalmi bir ish boshlab yaxshi niyatda qaror qilganman. Shunda yaqinlarim "Bu o'xshamaydi shekilli, qo'y, to'xtat" deganda, "Yo'q, qo'limdan keladi, o'xshaydi. Man ishonaman" deb boshlaganman yaxshi niyatda. Oradan vaqt o'tgan sari shu boshlagan ishim meni orqaga torta boshlagan, toliqtira boshlagan, charchata boshlagan. Shunda o'ylab bir qarorga kelib, shu ishimni taqataq to'xtatib tashlaganman. Hozir o'ylab qolaman. Yaxshiyam o'sha vaqtda shu ishimni to'xtatgan ekanman. To'xtatmaganimda qanaqa oqibatlarga olib kelar edi deb. Bu dunyoda hammaning tanlovi bor, o'zini fikri bor, hayot yo'li bor. Lekin ba'zida yaqinlarimizga ham, atrofimizdagi insonlarga ham quloq solib turishimiz kerak ekan.